Assalomu alaykum bilimga chanqoq do'stlar va bo'lajak talabalar. Bugun biz biologiya darsligidagi eng qiziqarli, ammo ko'pchilikni chalkashtiradigan mavzu biosfera evolyutsiyasi haqida gaplashamiz. Ushbu video abituriyentlar uchun mavzuni tushunishni osonlashtirish va imtihonlarga tayyorgarlik ko'rishga yordam berishi uchun tayyorlandi. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Nega Yer sayyorasi kosmosdagi o'lik toshlar orasida shunchalik jonli? Buyuk olim Vernadskiy aytganidek, biz shunchaki Yerda yashamaymiz. Biz Yerning bir qismimiz. Keling, bu ulkan tarixni 3 ta asosiy bosqichga bo'lib chiqamiz. Birinchi bosqich. Hamma narsa bundan bir necha milliard yil avval okeanlarning zerikarli suvlarida boshlangan. Tasavvur qiling, na kislorod bor, na quyoshdan himoya. Ozon qatlami hali yo'q edi. Birinchi aholimiz anaerob, heterotrof prokaryotlar edi. Ularda na tish, na oshqozon bor edi, lekin yashash uchun kurash dahshatli kechgan. Keyin esa tabiatda haqiqiy kashfiyot yuz berdi. Ayrim aqlli bakteriyalar anorganik moddalardan ozuqa tayyorlashni, ya'ni fotosintezni o'rganib olishdi. Va bam! Fotosintez inqilobi bu sayyoramiz tarixidagi eng katta gaz hujumi edi. O'simliklar havoga kislorod purkashni boshladi. Natijada atmosferada kislorod ko'paydi. Yuqori qatlamda ozon ekrani hosil bo'ldi. Bu xuddi sayyoramiz kiyib olgan quyoshdan himoyalovchi ko'zoynakka o'xshaydi. Endi hayot nafaqat suvda, balki quruqlikda ham davom etishi mumkin. Bundan 450 million yil avval o'simliklar bo'ldi, okeanda yashaganimiz yetar, quruqlikka chiqamiz deyishdi. Rinofitlar, masalan Renia Cooksonia, o'sha davrning jasur kashfiyotchilari edi. Ularda birinchi marta mineral oziqlanish uchun ildiz va quyoshni tutish uchun novda tizimi rivojlandi. Xuddi yangi uyga ko'chib o'tgan odamdek, o'simliklar quruqlikni remont qilib, hayvonlar uchun sharoit yaratib berishdi. O'simliklar ortidan hayvonlar ham chemodanlarini tugishdi. 380 million yil avval amfibiyalar ham u yerlik, ham bu yerlik bo'lib yurishdi. 300 million yil avval reptiliyalar, sudra yuruvchilar davri boshlandi. 200 million yil avval esa sutemizuvchilar va qushlar biz ham boramiz deya navbatga turishdi. Sayyora haqiqiy hayvonot bog'iga aylandi va moddalar aylanishi tezlashdi. Va nihoyat 3-bosqich. Taxminan 40-50 ming yil avval sahnaga biz insonlar chiqdik. Vernadskiy buni noogenez, ya'ni aql davri deb atagan. Inson endi tabiatga ta'sir qiluvchi ulkan geologik kuchga aylandi. Lekin esda tuting, bunday kuchga ega bo'lish katta mas'uliyat demakdir. Chunki bizning faoliyatimiz biosferaning barqarorligini, ya'ni gomeostazini buzib qo'yishi mumkin. Azizlar, o'tgan darsimizda berilgan topshiriqlar bo'yicha izohlarda faollik ko'rsatganingiz uchun rahmat. Ayniqsa Jalol Jabborov ismli obunachimiz birinchilardan bo'lib savollarga javob yo'lladilar. To'g'ri, hamma javoblar to'liq bo'lmasligi mumkin, lekin izlanish va harakat bu talabalik sari qo'yilgan eng muhim qadamdir. Ushbu obunachimizni kanalimiz nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Siz ham faol bo'ling, balki keyingi videoda aynan sizning izohingiz ekranlarda ko'rinar. Endi bugungi darsimiz uchun savollar. Birinchi savol. Birinchi bo'lib okeanda paydo bo'lgan anaerob heterotrof organizmlar energiyani qaysi jarayon orqali olishgan? Ikkinchi savol. Quruqlikni zabt etgan birinchi o'simliklar guruhini ko'rsating. So'nggi 3-savolimiz biosferaning noosfera, ya'ni aql davriga o'tishi haqidagi ta'limot asoschisi kim? Javoblaringizni ushbu video kommentariyasida kutib qolamiz.